Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Maşallah ahli islom birodarlar, mana biz hozir inshaalloh mana bu masjid esa Ali radhiyallohu anhuning masjidi, ya'ni Ali radhiyallohu anhuning qurilgan masjid, ya'ni Rasululloh vasallamning davrida. Yana mana bu esa Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning masjidi. Masjidi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu masjid. Yani ana bu ise G'abaman masjid, G'abaman yani bulut masjidi deb nomlangan masjid. Yani Rasululloh sallam hamma sahobalar jiyilib bu yerda duo qilib bulut so'ragan masjid. Mana bu ise inshaalloh Masjidi Nabaviy Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidlari. Biz hozir inshaalloh Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu masjidida turibmiz va inshaalloh mana bu esa bulut masjidi deb nomlangan bulut masjidi. Mana bu esa inshaalloh Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu masjidlari. İnşallah masjidlari inshaalloh ibodat qilyapmiz. Ibodat qilib chiqdik inshaalloh, duolar qildik. Alloh taolo qabul qilsin inshaalloh duolarni.